Orta Aziya yulduzi, dunyo yulduzi, ko'p-ko'p filmlarda boshqa rolda o'ynagan O'zbekistonning el artisti, Qirg'izistondagi eng siyli darajali Chungiz Aytmatov atidagi siyliqning esi bar o'sila hurmatlagan Mirza Azizov tasdiq bo'lsin. Assalomu alaykum aziz qardoshlar. Sizlar bilan mana shunday ajoyib koshonada barakat deb nomlangan restoranda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz va kirib kelayotgan yangi 2020-yil barchamizga muborak bo'lsin deymiz. Shoirning shunaqangi bir gapi bor. Yaxshi odam bolasi el oldiga non sindirur, zot pastlar bolasi non o'rniga dandon sindirur, ya'ni tishini sindiradi deydi. Bugun mana shu bizni ajoyib do'stimiz mana Hasan akam bilan Samaraxon orqali yaqindagina tanishdik, lekin biz ko'p yildan beri xuddi birga bordik keldik qilayotgandik. Biz mana Bahodirxonning sa'y harakatlari bilan qolaversa, bu kishining biznes partnyori Zarifaxonlarning sa'y harakati bilan mana shunday koshona dunyoga ketdiki, bu yerda dasturxon atrofida rus, o'zbek, qirg'iz, tojik barcha millatlar bir odam bo'lib o'tiribmiz. Mana shuni o'zi katta baxt. Iloyim birligimizga ko'z tegmasin. Yaxshi kunlarimiz ko'paysin. Mana shunday bayramlarimizda biz o'zi shunday xalq bo'lganmiz. Biz bir-birimizni to'ylarimizda qirg'iz, tojik, o'zbek, qozoq, turkman, rus, tatar